birgalikda onajonimizning holidan xabar olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Orzuxon onamiz bir necha yillardan beri jigar siroz kasalligi bilan kasallanib kelmoqda. Siz azizlardan bir narsani iltimos qilib murojaat qilmoqdamiz. To'g'ri, bizning auditoriyamiz hali ekson yig'adigan darajada kuchli emas, lekin bizning ortimizda sizdek aziz insonlar bor, xalqimiz bor. Shuning uchun sizlarga iltimos bilan chiqmoqdamiz. Munis onajonimiz uchun qo'lingizdan kelgancha o'z yordamingizni quyidagi raqamlarimizga qo'ldan kelgancha ehson qilishingizni ham umid qilamiz. Mana shu ko'rib turgan uyingiz ham hatto bu insonlarning nomida emas. Birovning nomida turgan uylarda bular vaqtinchalik yashayotgan ijarachi xolos. Hurmatli saxovatpesha insonlar, sizlardan iltimos, men shu jigar sirozi kasali bilan yillardan beri kasal bo'lib yotibman. Davolashga sharoitim yo'q, hatto doktorga ham aytgan dorilar ham yetkazib bera olmayapmiz. Xo'jayinim ham o'zi invalid pensiyada, uni o'zini ham tinmay davolanib turmasa, kasal uniki ham xuruj qiladi. Bolalarim o'qishda, menga oshni biron narsa qilib berisha olmayapti. Sizlardan iltimos, menga yordam qilinglar. Uyda bor narsani sotib bo'ldik, hech narsa yetmadi bizga. Orzuxon onamizning ahvolini ko'rib, gapirayotgan gaplaridan o'zimni ko'zimga ham yosh keldi. Kelinglar, barchamiz birgalikda mana shu onajonimizni dardi uchun kurashaylik. Qo'limizdan kelgancha mana shu pastdagi karta raqamlariga xoh 500 so'm, xoh 1000 so'm qo'lingizdan kelgancha eksonni hech qachon katta kichigi bo'lmaydi. Qadrli yurtdoshlar, mana ko'rib turganingizdek, Munis onajonimizning hatto juft harvoli ham 2-darajalik guruh nogironi. Onajonimizni Hindiston shahriga olib borib davolash uchun sizlar